Assalomu alaykum, motoblok suyuvchilari. Dag'i bir klientimizga bunday motoblok berib o'tamiz, mana firmanikini. Buni bunday storidagi bor, mana. Bunday degan. Uragan degan. Alfa degan, Baykal degan, mana. Motoblokni buna akamizga tekshirib, ishlatib berib o'tamiz. Aka, nima oldu? Motoblok yoqdimi sizga? Motoblokni Xudoga shukr. Barib ko'ramiz, endi sen maqsading, men da o'zim yoqtirdim. Ha. Qarab ko'ramiz. Qayerdan keldingiz aka? Savatdan, Qarag'uldan. Qarag'uljadan. Aka, motoblokni qancha joy olishingiz sizda? Motoblokni 10 yil bo'ldi olganmiz, endi buni reduktiv motoblokni birinchi jol olib o'tamiz. Xudo xolasa. Ha, reduktiv motoblokni o'zingdagi mastermen, ajaq-ajaqini bilamen. Ha. Mana shu qarab, yurgizib, avtomobilni chiqarib, yaxshi muhabbatni olib ketib o'tamiz. Aka, qancha so'm bo'ldi motoblokda? Bardiq klientlar to'lqa o'sha senasini aylar so'raydi. Bizdan obzor qilganda senasini aytamiz. Ana qanchaga klientlar olganini bilish kerak bo'ladi-da. Qancha so'm bo'ldi? Endi talash tartishibdi deganda bo'lmaydi, 30 mingga berdim Muhammad. Vallahi aka, Men dag'i yekaga afotkadan chiqarib chiqdi deydi, yekaga afotka dedim, men dag'i hamma qo'shdi berdi o'tam. ha. Aka, aqchangizdan baraka qilayinmi? Ha, baraka. Bu yoqqa tomosha bo'ldi, qo'shdi. Agar xolasangiz sizga bireli qo'shmas, plug, akushnik, qo'sh, temir balon alar qo'shilib отдельно ola turgan bo'lsangiz, sizga 7 ming so'mga beraman. O'zi 9 ming so'm bo'ladi talabi. Buni reklama uchun bo'lni qo'shib bersam bo'ladi. Hayli aka, nasib qilsin, 30 mingga baraka aka. Kimga kerak bo'lsa 0555 55 05 33 Beregiz Qarasi bozor 6-qator 2-kaytan kelaverasiz.